Manimcha shu ochkiyimni taqib tursam yaxshi. Videoda gaplashib qilgan bo'laveradi. Videoga kelsak, hali mikrofon, TikTok lampa olmaganman, lekin TikTok lampam O'zbekistonda. Uni olib kelmoqchi edim. Katta edi, juda ham chimodonga sig'magan. Keyin korobkaga qilsam, unga ham alohida pul to'lab olib kelsa, даже TikTok lampani o'zini narxidan ham qimmatga tushib ketar ekan. Где-то $40 atrofiga oldim, 550 mingga. Xullas, make-upga kelsak, men Clio qo'shonni oldim, lekin bularda koreyslarda qo'shonni to'liq yuzda yopmaydi, chunki menda sepkillerim bor. Shuning uchun birinchi O'zbekistondan olgan tanarkan, keyin buni so'ramiz. Buni eng yaxshi tomonlaridan biri glowy qilib turadi yuzni. Glowy degani demdek qimillasa, yaltirlaydi-ku, mana shunaqa. Ochkini yechamiz. Bitta ayni bor. Men hali Olivia'dan powder olmaganman. Powder pudra. Mayli. Hozircha shunaqa qilamiz. Madimga narsa chiqdi. Qaralar, YouTube'da vlog qo'ysam yaxshi ketyapti, Xudoga shukr. Endi начинающийman, boshlang'ichman hali. Lekin oldin bilsanglar, yana bitta ma'lumot, men SMMda ishlaganman. SMM shik blogger bo'lib, lekin boshqalarning brendini, boshqalarning keyin akkauntini boshqarish osonda, chunki bizneslarga, shaxsiy brendga ko'tarilish qiyin. Yaxshi kontent qilgan bo'lsangiz ham, to'g'ri, endi zo'r kontent qilmayapman. Odamlar podpis bosishi qiyin, chunki 10k bo'lmagan bo'lsa, 200 ta, 300 ta podpischikingiz bo'lsa, sizga bosishlari juda ham qiyin deb o'ylayman. Keyin Instagramda o'zim xohlab turgan kontentni hozir qilganim yo'qman, chunki yotoqxonada yashaganim uchun bilmayman, unpacking videolarga ham shtativim hali yo'q. Nima yo'q, qilib turaveramiz, mayli. Buni kufonda olganimda ichidan o'ylab bunaqasi chiqib ketibdi. Bunaqa beysi ikkita chiqdi. Bittasini olib qo'ydim. Hamma bunaqasi ham ikkita chiqdi, zo'r-ku. Libosik. Hech ham shunaqani oynasiga qarab qila olmayman, katta oynaga qarab qilishim kerak. Ikkinchi marta men holim bor. O'zimniki, ko'zim mantida ham bor, keyin manatda ham yangi chiqyapti, keyin manatda ham bor. Oh my gosh. Buvam meni erkalatib, xollarim yo'qolsin deb Xolisxon deb chaqirardilar. Ba'zan. Tomog'imda ham bitta xolim bor etgancha. Shu xolim O'zbekistonda xaritasiga o'xshataman. Bugun dushanba, menda creative computing dars bor. U soat 5 da. Ungacha bemalol midtermga tayyorgarlik ko'ryapman. Ekonomikadan midterm bo'ladi. Menga rosa ham ekonomika darsi yoqdi, lekin umuman ekonomika 800 varaqlik kitob bor. O'shani o'qiyapman. Juda ham qiziqdi. Garvard professor yozgan ekan. Garvard. Xullas, ko'zga teng qo'yish shart emas, lekin ozgina kontur beramiz. Ozgina. Bu O'zbekiston paletkasi. Lekin bunaqa paletkalar bizlar yoshni katta qilib ko'rsatadi. Shuning uchun tugatganimdan keyinmi yoki yarmiga kelganda koreyskiy olmoqchiman. Yosh qilib ko'rsatadi pushti paletkalar bo'ladi, lekin jigarrangga kerak manatlarga, ko'zga, chekkasiga. Topikka qaytsak, mavzuga. Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa kontent qilgan? Chunki juda ham kuni haqida vlog qo'yadiganlar ko'p. Keyin men unchalik mashhur odam emasman. Masalan, boshqa vlogger mashhur bo'lganda YouTube'ga endi kunini qo'ysa bo'ladi. Lekin men ham qo'yapman, chunki student hayotini hali hech qaysi vlogger ko'rsatgani yo'q. Keyin bunday o'ylab qarasa, vloggerlarda eng ko'p ommaviy narsa ular o'zlariga qarab, keyin Toshkentda ko'proq yashashadi. Bilmadim, men odamlar Koreyada yashaganim uchun kuzatishni xohlamayman, chunki Koreya ensiklopediyasi bo'lishini emas. Koreyadagi student hayotini ham ko'rsatishim mumkin. Lekin unaqa yo'nalish ham ko'p menimcha. Lekin hech qachon Koreyada bunaqa emas. Lekin biron joyga sizlar bilan sayohat qilsam, mana Starfieldga, Namsanga yoki Han daryosiga borganda meni ko'zlarim bilan ko'rib, xuddi sizlarning o'rtoqlaring bo'lib, sizlarga gapirib berishim mumkin, lekin tarix darsi o'tish menimcha unchalik yaxshi emas. Xullas, masalan,
Namsan 1900 nechinchi yilda qurilgan. Unaqa narsalar menimcha hech kimga kerak emas. Birga aylangani borgan poдружка, o'rtoqdaqa qarashlaring ham yaxshi. Keyin xullas blogerlarga qaytsak, ko'pi menimcha qo'shiq aytib chiqishadi. Endi qo'shiq aytmayman. Qo'shiq aytish обязательно emas, lekin aniq TikTok olishadi. Men TikTok olishni xohlardim, lekin uncha menga ma'noli emas deb o'ylayman. Shunga chet elda ko'proq kontentini kuzatganim uchun book blogerlar bor chet elda. Book blogerda kitoblar haqida gapiradi. Qaysi kitobni o'qigani, qaysi kitob nima haqida bo'lib qolishi, spoiler ham bas, shu kitobni o'qisa nima olishi. Keyin shunaqa ta'lim sohasidagi blogerlar faqat juda ham o'qituvchiga o'xshamaydi-da. Chet elda blogerlari yosh bo'lsa ham buni kursda nima o'rgangani haqida, keyin qanday kurslar olsa bo'ladi, shular haqida lekin aniq kontent qilmoqchiman. Oh my gosh. O'zbekistonda ham bitta yaxshi ta'lim haqida bittasi ketyapti ro'da, bitta bloger. Hozir u memga o'tib ketdi. Memlar, kulish, reaksiya videolari. Bilaman, unaqa sferada odam ko'p ko'radi, to'g'ri, lekin davom ettirsa bo'lardi. Bir o'ylab qarasa, ta'limda kontenti odami kamroq bo'ladi. Chem dance content, raqsga tushadigan yoki kulgili Vine videolarga qaraganda. Qo'shilasizlarmi gapimga? Kommentariyada yozib qoldiringlar nimalar haqida video qo'yishimga. Koreyaga kelganimda ko'pchilik qizlar blush ishlatar ekan, blush. Ular nima oppoq yuradi deb o'ylardim. Oppoq, lekin blush ham qilishar ekan, ko'zlari tarafga ham даже. Ko'zlarigacha, keyin burunlarigacha. Menga yoqdi, lekin juda ham chiroyli. Make-up stillari. Mana koreyslar haqida ham gapirishim mumkin, lekin koreyslar bunaqa ekan deb video qilish xohlayman, lekin sizlarga YouTube'da gapirib berishim mumkin nimalar ko'rganim haqida. Burnimga ham kontur chizaman ba'zan, lekin ba'zan chizmayman. O'zi konturni uzun bo'lgani uchunmi? Xudoga shukr. Bugungi outfitga ko'cha sovuq bo'lgani uchun ustimga jaket, keyin hoodie, keyin oq kofta yoki ustiga yana bitta hoodie kiyib olmoqchiman, chunki ko'chada ertalab yomg'ir yog'di bizda. Yomg'ir albatta ko'p yog'ar ekan, lekin martda yog'mas ekan dedi bitta o'rtog'im. Skildiz yog'di dedi. Biz men kelganimda o'zi Koreyaga ko'p o'zgarishlar bo'lib ketdi. Okay, endi highlighterda ham o'zini brushi bor edi, buni chekka tomonidan qilsak bo'laveradi. Highlight qilamiz. Highlight degani ko'rsatib beradi ochiq oydin ko'proq ko'rgani. Kontur bo'lsa u joyni yopadi naborot. Masalan, burunlar semiz bo'lsa kontur qilsa ozgina ingichkalashtiradi. Ingichka. Endi men rosa ham sizlarni xohlardim blogerlik temasi haqida gapirishlaringni, kommentariy yozib qoldirishlaringni, qanaqa kontent mos keladi. Ki study content bor chet elda mashhur. Bunisini qilaman, bunisi qora. Dark feminine makeup bo'lib ketmasin. Shuning uchun just student makeup maybe. Plus study vlogda necha soat o'qigani kunida, keyin nimalar qilgani, nimalar yegani, qaysi darslar olgani haqida ham bo'lishi mumkin. U ham qiziq deb o'ylayman. Keyin yana bitta narsa, vloglarda har xil tilda qilish masalasi haqida. Masalan, uzun kontentda inglizcha qilgani alohida kanalga qilaymikin yoki hozircha shungamikin? Shuni o'ylayapman, chunki TikTokda algoritmi bor, YouTube'da algoritmi bor deganda, ya'ni qaysi odamlarga rekomendatsiya qilishi. To'g'ri, meni yosh qizlar ko'rishi mumkin inglizcha gapirganimni, lekin katta odamlar ko'rsa, meni target gruppamda katta, masalan, 30 yosh atrofidagi ayollar ham kuzatar ekanda, xursand bo'ldim, lekin kommentariy yozishganda, ya'ni talabalik hayotimga qaytardingiz deganlarda o'qib xursand bo'ldim. Rahmat, juda ham kommentariylaringni o'qiyman, javob berishga harakat qilaman. Shunda nima deb o'ylaysizlar? Short form kontentda, shortsda, Instagramga o'xshagan kichkina videolarda unga ham bitta vlogim koreys tilida, bittasi turk tilida bo'lsinmi yoki hamma tilga alohida bitta kanal ochish kerakmi?
Shunga rosa ham o'ylanyapman, shuni yozinglar iltimos. Bo'ldi. Ja chiqartirmadim, o'zini liniyasida qildim. Keyin Daisodan olgan pomada buni ham yaxshi ekan, lekin men O'zbekistondan olganim. Lekin O'zbekistondan olgan bo'lsa ham made in Korea deb yozilgan. Ko'rsatdingmi? Made in Korea. Noldan ishlatamiz. Bu ham eski magazinlarda olsa bo'ladi, Vaseline yoki Nivea deganini. Buni ham O'zbekistondan olib kelganman. Olib kelgan narsalarimda bunga ham koreyskiy, buni O'zbekistondan olib kelganman, Koreyadan kelganda o'zimga. Lekin bu ikkosini o'tgan safar Daisodan oldim. Bir xil brendniki. Xuddi shunaqa ham turgan ekan. Ajoyib. Menimcha shuni o'zi yetadi, yaxshi bo'ldi. Darsga vulgardan bo'lib shart emas, lekin boshqa festivallar bo'lar ekan, bittasiga ro'yxatdan o'tdim, triatlon bo'yicha. Lekin unga make-up shart emas, lekin bizda mayda Rachos degan festival bo'ladi. Xuddi Yonseda, Saharanganda Yonse degan bor, u stadionlarda bo'ladi. Bizda Rachos deb nomlanar ekan, Yonseda Akaraka deyiladi. Xuddi shu festivalga kiyimlari bo'ladi, uning yubkalari berishadi. O'shanda zo'rroq make-up qilsam olishim mumkin. Kommentariyada qoldiringlarga qiziq bo'lsa. Xullas, shu videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Bilaman, ko'p gapirdim. Xohlasanglar boshqa videoda xolos make-up haqida gapirib olishim mumkin yoki umumiy temalarda ham gapirib olishim mumkin. Kanalim agar sizlarga qiziq bo'lsa, podpisatsiya bosishni unutmanglar. Hammaga rahmat. You in the second